Mana Hightown City'ning orqasida joylashgan hovlimiz ham sotuvga chiqyapti. Mahallani qaranglar. Uyimiz rosa chiroyli va eng sifatli hovlidan bittasi. Podval, birinchi etaj, ikkinchi etaj, mansarda ham ochilgan to'liq terrasalarga ega. 3 sotuv 600 kvadrat. Mashina qo'yishlar uchun joy bemalol. Qaranglar, podvalga bu yoqdan tushib ketsak bo'ladi yoki uy ichidan ham tushsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Kirishimizda yashil hudud, vodopodlari bor. Bitta sanuzni tashaganlar, lekin uy vidiga gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar. Juda ham katta uyimiz. Hozir albatta to'liq obzor ko'rib chiqamiz. Sizlar bo'lsa video o'tkazib yormanglar va tanishlar jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani ketdi. Qaranglar qanaqa qo'yilgan. Ko'chadan kirasiz, bu yoqqa stroyniy mebelingiz bo'lsa, oyoq kiyimlarni yechib, taxlab, ana undan keyin uyga ichiga kirsanglar bo'ladi. Kirishimizda mana shunaqa katta hol qismi. Juda ham remontlari zo'r chiqqan. Hozir o'zingizlar ko'rib ketasizlar. Planda bu yerda razdvijniy oynali eshik bilan oshxona zonasiga kirsak bo'ladi va oshxonada mana shunaqa panoramli oyna hovliga qaragan vidi zo'r. Sopli polda qilingan, radiatorlar qo'yilgan, lustralarni qo'yib beraman dedilar. Domofon va sopli pol datchiklarini qo'yib ketaman dedilar, xudo xolasa. Uyimizning har bitta etaji 150 kvadrat deyaptilar. Kadastrda taxminan 130 kvadratdan chiqyapti har bitta etaj dedilar. Bunaqa etajdan 4 ta bizada. Zalni qaranglar kattaligini. 3 sotuv bo'lishiga qaramasdan uyimiz haqiqatan katta bo'lib ko'rinyapti. Bu yoqda mana zaldan primoy hovliga mana shunaqa video ochiladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Keyin uyga 1 yil garantiya beryaptilar, что santexnikasiga, elektrichествosiga hammasiga garantiya beramiz dedilar. Bemalol mana uyga olsanglar bo'ladi, xavotir olmasdan. Sanuzol santexnikalarni qo'yamiz dedilar. Bu yoqda mana birinchi etaj uchun spalniy xonasi, oynalar orqa hovliga qaragan va kichkina mana shunaqa balkonchasi bor. Podvalda basseynlarimiz bor. Videoning oxirida podval ko'rsataman. Endi sizlar bilan ikkinchi etaj va mansardaga yo'l olamiz. Qani ketdi. Ikkinchi etaj obzorini ko'rib ketamiz. Tepada общий xonalar soni 4 ta bo'lyapti va 2 ta sanuzol. Давайте buni bir ko'rib ketamiz xonalarni. Srazu eng qizuv va eng menimcha hozirda video zo'r xonalardan bittasiga kiramiz. Bu bo'lsa mana shunaqa terrasali xonamiz bo'ladi. Mana qaranglar, terrasaning kattaligini. O'zi panoram oyna ham katta ekan, qaranglar. Bu xona planda o'zi anaqa ekan, kabinet bo'lgan ekan. Xohlasangiz buni spalniy qilib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz kabinet qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana bizning master spalniyimiz. Kiradi, bu yoqqa tushadi, bu yoqqa turmoz tushadi, bu yoqda sanuzoli va garderob xonasi отдельный. Va bu xonada ham mana shunaqa katta o'zini balkonchasi bor, panoramli oynali zonasi. Qaranglar, bitta zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Sopli polda qilingan. Aytganimdek, har bitta xonada datchiklarni qo'yib beradilar, sanuzollarni qilib beradilar, keyin birala bor qo'yilmak, ularni qo'yib beraman deyaptilar. Xullas, salkam full qilib topshiradilar, xudo xolasa. Bu mana yana bitta spalniyimiz, bu endi detskiy desa ham bo'ladi. Bu yoqda garderob, ya'ni shkaf uchun отдельный joy tashab ketilgan. Har bitta etaj 130 kvadratdan, o'zi 150 bo'lganiga, lekin kadastrda 130 kvadratdan har bitta chiqyapti. Sanuzol общий va yana bitta spalniy xonamiz bo'lyapti. Buni oynalari mana orqa hovliga qaraydi. Yana kichkina balkonchasi bor va shkaf uchun joy отдельно tashab ketilgan. Bu hali hammasi emas. Bizda mansarda ham bor. Hozir mansardani ko'rib, podvalga yo'l olamiz. Mansardani qaranglar kattaligini. Adashmasam 130 kvadrat mansardan o'zi chiqyapti hozir. Bu yerda mana shunaqa katta xonasi bor. Endi buni xohlasangiz spalniy qilasiz, xohlasangiz bilyardniy zona qilasiz, игровой zona, kinoteatr. Xullas, o'zingizga ko'ngilingizga nima kelsa mana shunaqa mansardaga qo'ysangiz bo'ladi. Zo'r ekan, lekin proyekt gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda mana shunaqa ochuv, katta territoriya, namozxona ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda bitta sanuzol bor ekan va bitta garderob xonasi bor ekan. O'zi planda bu spalniy bo'lish kerak ekan, lekin xohlasangiz spalniy qilib oling, chunki garderob sanuzollari bor.
Bu yoqni mana o'tiradigan zona qilsangiz bo'ladi. Xullas, nima xohlasangiz shu narsani qilsangiz bo'ladi. Mana oynadan shundoq haytaonda qurilayotgan domlar ko'rinib turibdi, qaranglar. Mana. Hop, eng qiziqarlisi hozir podvalga tushamiz, videoni o'tkazib olmaylik. Ana endi podval qismini ko'ramiz. Podvalimiz to'liq podval qilingan. Tushimizda to'g'ri ko'radigan bo'lsa, bu yoqda turetskiy hammom. Bir ikkita ishlar qolgan, bitqizib beriladi, aytib o'tganimdek. Bu yoqda basseyn qismi, patologlari qolgan. Bu ham xudo xolasa bitish jarayonida. Xo'p, bu yoqda mana shunaqa bitta katta territoriya, buni xohlasangiz игровой zona, детский площадка qilsangiz bo'ladi va bu yoqda mana kotelniy xonasi. Qaranglar, qanaqa akkuratniy qilingan kotelniy xona. Bu yoqda mana proyektlargacha qo'yib qo'yganlar, qanaqa montajli bo'lganlari hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Bu yoqda mana hovliga chiqib ketsak bo'ladi. Eslatib o'taman, uyimiz Haytown City'ni orqasida joylashgan mahallada, elitniy mahalla. Yon atrofdagi uylar ham bundan qolishmaydigan uylar desam ham bo'ladi. Shu atrofdan, imенно Toshkentning markazidan yangi mana shu katta hovli qidirilgan. Tanishinglar bo'lsa, videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizdan kuzatish davom etib, rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.